hech qanaqa rasrixli chillasiz shunaqa ishib chiqadigan mazali bo'ladigan oddiy qatiqdan shunaqa ham mazali kam xarj bo'lgan yoshligimizni eslatadigan pirog tayyorlaymiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kefir yoki qatiqni idishga solib ustidan sodani solamiz, yaxshilab aralashtiramiz ko'pirgunicha. Ikkita tuxum ketadi, bitta tuxumni sarig'ini olib qo'yamiz, solib yaxshilab aralashtiramiz. Shakarni solamiz. Hech qanaqa mikser ham kerak emas qizlar. Venchik ko'zda aralashtiramiz va sariyog' yoki margarinni qo'shib eritib unni elaymiz va massamizni quyuq holatga kelguncha aralashtirib olamiz. Mana shunaqangi holatda bo'ladi massamiz va qolipimizni sariyog'lab yoki yog'lab olamiz. Massamizni idishga qolipga solib tekislab olamiz. Ustidan tuxumni sarig'ini boyab qo'yganimizni surtib chiqamiz va xohishga ko'ra yong'oq yoki magizni sepib chiqamiz. 180 gradusda 40 daqiqada shunaqa ham mazali bo'ladigan 10 yoshli qizingiz ham bemalol tayyorlaydigan pirog tayyor bo'ldi. Bu retseptni yaqinlaringizga jo'natib, like bosib qo'yishni unutmang.